7 mikrorayonda ham har kuni tanib bo'lmaydigan darajada o'zgarishlar bo'lyapti. Hozir mana shu yerdan zo'r narxda 2 xonalik uy chiqaraman, xudo xohlasa. 7 etajli domning 2-etajdan, ya'ni Korolevskiy etajdan 2 xonalik nereal narxda uy topib qo'ydim. Hozir proyektni tanishtirishimdan oldin bitta podest tarafiga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Bu yerda bemalol maraka, hattoki to'y qilsangiz ham bo'ladi. Albatta bu hazil. Proyektni ko'rsatishni boshlayman. Asosiy kirib chiqish eshigi, kirganda mana bunday koridor qismi, sanuzellari alohida pastlari kafel qilingan, devorlariga PVH bilan ishlov berilgan. Bu esa uyning yuvinish xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerni uyning oshxonasi studiya formatda taxlab qo'yganlar. Mana bu yerga o'zingizni didingizga qarab mebellarni qo'yasiz. Bu yerda esa o'tirib ovqatlanish uchun zona qilsangiz bo'ladi. Ochiq balkonlariga ham ega. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, 7-mikrorayon Ko'p bozorning ro'parasida joylashgan. 65 metr kvadratdan iborat plus minusni hisobga olganda narxi oxirida bo'ladi. Tashqi trezalari akvaplast yaxshisidan qilingan. Pastlari laminat. Bu uyning birinchi xonasi. Bu esa uyning ikkinchi xonasi. Uyga dit bilan addush yaxshi narsalarni qo'ygan. Turetskiy batarlar. Ushbu kvartiraga $37.200 so'rashmoqda. Yana ozgina kelishadigan joyi bor. Qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqib kelaverasiz.